Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Avvalambor sizlarni ro'za Ramazon oyi bilan yana bir marta tabriklaman. Mana ko'rib turganingizdek, sizlarga bir dazatulloh haqida bir ozgina kichkina bir bilganimizcha ma'lumot berib o'tamiz. Lekin bu isbotlangan, test qilingan bizani professional ustalarimiz tomonidan demoqchimanki, mana bu dozatorimiz, mana Italiya dozatori Turkiyada keladi. Mana bu dozator bu IP7 modeli. Mana bu dozator xuddi shuning dublikati, bu Xitoydan keladi. Oldi bronzali. Bu şunun dublikati. Bu ikkalasi bir narsa, faqat bu plastmassa xilisi shuni. Ya'ni buni bronzani plastmassa xilisi bu ham Xitoydan keladi. Bular haqida bir ozgina tez tushuntirish berib o'taman. Ko'pchilik, misol uchun men gruppamizni kuzatib o'tiribmiz. Ko'pchiligimiz dozatorlar haqida bizlarimiz e'tirozlarini bildirishyapti. Endi men shu yerda bir kichkina tushuntirish berib o'taman. Misol uchun IP7 bilan mana bu dublikatni ko'pincha mana bu nimasiga diametriga, ya'ni teshigini diametriga e'tibor qilish kerak. IP7niki Xitoynikine qaraganda chut-chut kattaroq, какой-то bir millimetrlik kattaroq va og'irligi sifatini ham IP7 Xitoynikine qaraganda 50 gram og'irroq. Bu bilan bu Xitoyniki yomon demoqchi emasman. Mijozlar bir narsani e'tibor qiling. Men aytmoqchiligimning sababi bu yerda IP7 dublikatga qaraganda biroz ko'proq shampunni rasxod qiladi. Endi buni qanaqa qilib ishlatish kerak? Bilasizlar, misol uchun IP7 ga 10 ga 1 qo'shiladigan bo'lsa, misol uchun bunga 10 ga 1,5 qo'shasiz, ya'ni shampundan qo'shasiz. Ya'ni 10 ga 1,5 shampunlardan qo'shasiz. Shundagina ikkisi tenglashadi va zakonning ishlov jarayonini beradi. Endi ayrim kimsalar yana aytadi, yo'q, bu unaqa, yo'q, bunaqa ko'p tiqiladi, ko'p mana shunaqa отказ qiladi deydi. Hech qachon bu narsaning ichida ikkalasini, mana bu qizilning ichida admotka bor. Bu qachonki admotkasi ketsa ko'yadi. Mijozlar shuni yaxshi tushunishlaringiz kerak. Bu nimasidan ko'proq tiqiladi, bilasizmi? Mana buni teshigi kichkina bo'lgani uchun mana shampunlarga kelamiz. Mijozlar bir narsani e'tibor qilish kerak. Bizning O'zbekistonda hozir juda ishlab chiqaruvchi, shampunni ishlab chiqaruvchilar haddan tashqari juda ko'p. Kerak bo'lsa har bir tumanda bor. Har bir tumanning o'zining nimasi bor. Lekin bu yerda yaksan bor, yomon ham bor, mana shunaqa bo'lib ketgan. Keyingi paytlarda dozatorlarning ko'p tiqilishi, ko'p ishdan chiqishi asosiy sabablaridan biri 60-70% shampunlarga bog'liq. Shampunlar ishlatayotgan paytida mana bu tegida lotra degan narsasi bo'ladi. Lotra qolib ketadi, oqaradi. Yani boshida yaxshi ishlab, keyinda lotra tortadi. Endi IP7 teshki kengroq bo'lgani uchun unga nisbatan, Xitoynikiga nisbatan sal ko'proq ishlab beradi. Bu mana bu sirlarni bilib olinglar. Yana qaytarib aytaman. IP7 teshki kengroq bo'lgani uchun, mana ko'rsatib o'taman. Mana bu korpusi teshki kengroq bo'lgani uchun Xitoynikiga qaraganda sal ko'proq haligi tiqilish nimalari ko'proq nima qiladi? Xizmat ko'rsatadi. Xitoyniki bo'lsa, mana Xitoyniki teshki kichkina bo'lgani uchun unga nisbatan tez qiladi. E'tibor qilinglar, yaxshilab tushunib oldingizlar. O'shaning uchun shampunlarga ham juda qattiq e'tibor qilish kerak mijozlar. Shampunlarga juda qattiq e'tibor qilishlaringiz kerak. Mana shu asrorlar shu yerda. Aslida uni ham yaxshi, bu ham yaxshi. Faqat ishlatib bilishda gap. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi mavzumizni kuzatib boring.